Qizim bu maktabga Bilag'on bolajon pochmochkasidan keladi. Juda ham qoniqarli, bilimlari yaxshi. Boshqa maktablarga ham borib tekshirib ko'rganimizda, bu maktab bizga tarbiya bo'yicha, bilim bo'yicha o'tiga o'quvchilarni aqlli, odobli, kelganda salomni berib kutib olishligi bizlarni jalb qilgan. Shundan keyin eng katta to'ng'ich farzandimni shu maktabga berganimizdan rosa xursandmiz. Juda ham aqlli qiz bo'lib, tarbiya olyapti. Bilim maskani juda ham yaxshi, maqtashga arzigulik maktab. Xudo xolisi keyingi singlisi, ukasini ham inshaalloh mana shu maktabga berish niyatidamiz. Hozirgi kunda farzandlar tarbiyasi, qizlar tarbiyasi juda ham o'zgarib, hozir rivojlanib ketyapti. Shuning uchun birinchi o'rinda odob, axloq, tarbiya turadi. Yaxshi ko'radi maktabini juda ham. O'rtoqlarni, ustozini, bo'tiga barcha o'qituvchilarni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Bizga ham yoqadi. Qo'ynimiz xotirjam bu maktabga berganimizdan. Ustozlari bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech bir maktabda men o'quvchilarga nisbatan bunaqa hurmatni ko'rmaganman. Har bitta o'quvchiga sizlar muomalada bo'lishadi. Menga eng yoqqan tarafi ham shu. Katta insonlarga gapirilganday gapirishadi. Hech qachon maktabidan xafa bo'lib, kayfiyati yo'q bo'lib, hech ham kelmagan. Doim yuqori kayfiyatda keladi. Qonunlari to'q. Har doimgidek ovqatlarni maqtab keladi. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boramiz. Har bitta yangilikni, har bitta jarayonlarni qo'yib borishadi. Hammasini kuzatib boramiz. Ona sifatida maktabdan bir so'z bilan aytganda ko'nglim to'q. Qizim tarbiyali, Xudoga shukr. Odobi, axloqi. Bu yerda ishonaman, har doim birinchi o'rinda odob, axloq turadi. Maktabga ilk bor qadam qo'yganimizda bizani chiroyli tabassum bilan kutib, to'g'ri rahbar oldilariga olib kirishganda suhbatladi. Qizim bilan bo'lgan suhbatlarda bilganmanki, rahbar bilan o'quvchi o'rtasida do'stona munosabat bor ekan deganini o'shanda. Shu yoqqan menga so'rab, muomalalari hammasi kamtarli, hammasi bor. Chunki bu maktab tanlagan bo'lsa, tanlovda adashmaydi. Bu maktab eng zo'ri. Ota-onalarga aytardim, iloji bo'lsa hamma farzandinglarni shu maktabga berganingiz yaxshi.